2026 yilgi Chevrolet Tracker bu zamonaviylik, texnologiya va qulaylikni o'zida mujassam etgan yangi avlod krossoveridir. Chevrolet kompaniyasi ushbu modelni nafaqat shahar sharoitida, balki uzoq safarlarda ham ideal haydash tajribasini ta'minlash uchun yaratgan. Dizayn jihatidan 2026 Tracker yanada sportiv, aerodinamik chiziqlarga ega bo'lib, uning tashqi ko'rinishi jozibador va zamonaviylik ruhida ishlangan. Old panjaraning yangi uslubi, LED faralar va orqa tomondagi o'ziga xos yoritish tizimi unga agressiv, lekin nafis ko'rinish beradi. Salon ichiga kirganingizda sizni premium darajadagi qulaylik kutadi. Ichki qism yuqori sifatli materiallar bilan bezatilgan bo'lib, 10 dyuymli sensorli multimedia ekrani, Apple CarPlay va Android Auto tizimlari bilan jihozlangan. Haydovchi uchun qulay boshqaruv paneli, raqamli displey hamda ergonomik o'rindiqlar uzoq masofalardagi sayohatlarni yanada yoqimli qiladi. Orqa o'rindiqlarda ham yetarlicha joy mavjud bo'lib, oilaviy foydalanish uchun juda mos model hisoblanadi. Texnik tomondan 2026 Chevrolet Tracker yangi 1.2 litrli turbo dvigatel bilan ta'minlangan bo'lib, yoqilg'i tejamkorligi bilan ajralib turadi. Shu bilan birga avtomobil kuchliroq 1.5 litrli variant bilan ham ishlab chiqiladi. Avtomatik transmissiya, barqarorlik tizimi, ESP, tortish nazorati va xavfsizlik uchun 6 ta havo yostig'i kabi xususiyatlar mavjud. Bu avtomobil yo'lda ham, notekis joylarda ham mukammal muvozanatni ta'minlaydi. 2026 Tracker haydovchilar uchun zamonaviy xavfsizlik texnologiyalarini taklif etadi. Unda avtomatik to'xtash tizimi, orqa kamera, kor joyini aniqlash tizimi, charchoqni aniqlash sensori va adaptiv kruz nazorat mavjud. Bularning barchasi haydovchiga qo'shimcha ishonch va qulaylik beradi. Yoqilg'i sarfi 100 kilometrga o'rtacha 6-7 litrni tashkil etadi. Bu esa uni iqtisodiy jihatdan foydali avtomobilga aylantiradi. Shuningdek, 2026 Tracker ekologik standartlarga to'liq mos bo'lib, past emissiya darajasi bilan ajralib turadi. Narx bo'yicha bu model o'rta sinf krossoverlar orasida raqobatbardosh taklif bo'lib, foydalanuvchiga yuqori sifat va texnologiyani maqbul narxda taqdim etadi. Chevrolet bu model orqali global bozorni yanada kengaytirishni maqsad qilgan. Xulosa qilib aytganda, 2026 yilgi Chevrolet Tracker bu zamonaviy hayot tarzi uchun yaratilgan aqlli, tejamkor va ishonchli avtomobil. Uning har bir detali haydovchi va yo'lovchilar uchun maksimal qulaylik yaratish maqsadida ishlab chiqilgan. Agar siz ham dizayn, texnologiya va ishonchlilikni birlashtirgan avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, yangi Chevrolet Tracker aynan siz uchun yaratilgan.